Assalomu alaykum. Ismim Lazizbek Hasanov. Men O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish hamda iqlim o'zgarishi vazirligining Davlat ekologik nazorati inspeksiyasi bo'lim boshlig'i lavozimida ishlayman. Mening ish faoliyatimdagi asosiy vazifa bu tabiatni muhofaza qilishdir. Ekologiyaga zarar yetkazuvchi turli xildagi omillarni oldini olish va ularga qarshi kurashish hisoblanadi. Hozirgacha men o'z faoliyatimda 5000 dan ortiq ekologik reydlarda qatnashgan bo'lsam, ularning asosiy qismini o'rmon, yer, suv, hayvonot dunyosiga oid noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarga nisbatan qarshi kurashishni tashkil etadi. Bizning vazifa tabiatni asrash va uni himoya qilgan holda kelajak avlodga o'zimizdan yaxshi iz qoldirish.